Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana sizlarga kuni kecha ko'rsatib yurgan obyektimiz xudo xolasa inshaalloh nihoyasiga yetdi, egasiga topshirdik. Muborak bo'lsin. Uzoq yillar davomida xizmat qilsin, yaxshi yillarga xizmat qilsin. Bizni ishlarimiz asosan konteyner mahsulotlari bilan bo'ladi. 100% konteyner mahsulotlari bilan ishlagan bo'ladi. Buni ichiga barcha mahsulotlar, temir mahsulotlari, keyin elektrod, usta habi, balgagiton, elektrod hammasi buni ichiga kiradi. Xizmatlarimiz tajribali ustalar tomonidan olib boriladi. Sertifikatlarga ega. Shu ko'rib turgan obyektlar uzuni 60 metrga 12 metrlik naves bo'ldi, ayvoncha bo'ldi. Bu obyektimiz Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan. Ko'radiganlar bo'lsa, kelib ko'rishingiz mumkin. Obyektimizga tepasiga azbest shifr qilib xotir berganmiz. Xotir berish xizmatlari ham shuni ichida. Tunuka yo'q, men tunuka xotiraman desa, tunuka xotir berish ham shuni ichida. Tunukaga ham, shifrga ham bo'laveradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bu videoni shunaqa tom yopaman, naves qilaman, bir to'yxonani tomini yopaman yoki molxona bir boshqa qurilish qilaman degan do'stlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'yasizlar. Albatta obuna bo'lib, like bosishni unutmanglar. Ustagalarning ishiga baho berib qo'yasizlar. Rahmat.